3-chi variant 33, 34, 35-savollar tahlili bilan tanishib chiqamiz. Demak, savolda aytyaptiki, bizda x, y, z 3 xil DNK bor ekan. Jami nukleotidlarimiz 1800 ta ekan. Xo'p, birinchi masala shartida y DNKdagi nukleotidlarni z va x ayirmasiga bo'lsak 2 chiqishi kerak ekan. Ikkinchi shartda 0.75 zimiz x ga teng ekan. Xo'p, endi shu ikkita shartdan quyidagilarni aniqlab olsak bo'ladi. Ya'ni y ni z minus x o'rniga 0.75 z qo'ysak bo'ladi. 0.75 z teng 2 ga. Xo'p, endi 1 z dan 0.75 z ayirsak 0.25 z bo'ladi. 0.25 z yozib qo'yaman. 2 ga ko'paytirsak 0.5 z bo'ladi. 0.5 z teng y ga. Xo'p, endi biz nimalarni bilishimiz mumkin? Y 0.5 z ga teng ekan. Z o'zi 1 ga teng. X esa 0.75 z ga teng ekan. Endi 0.75. 0.75 ga 0.5 hamda 1 qo'ysak 2.25 z teng 1800. Z teng 1800 bo'lamiz 2.25 ga 800 ga. 800 da bu Z tarkibidagi nukleotidlar soni. Endi hop, Z tarkibida 800 ta nukleotid bor ekan. Men bu yerga yozaman. X, Y, Z. Z tarkibida 800 ta bor ekan. Endi 800 dan 0.5 ko'paytirsam Y tarkibidagi nukleotidlar kelib chiqadi, 400 ta bo'ladi. 800 ga 400 qo'shsak 1200, 1800 dan 1200 ayirsak 600 bo'ladi. Demak, X DNKda 600 ta nukleotid, Y DNKda 400 ta, Z DNK tarkibida 800 ta nukleotid bor ekan. Xo'p, endi qolgan masala shartni aniqlab ishlab qo'yamiz. Demak, hop, 33-savolda Z DNKda guanillar sonini aniqlang. Buning uchun biz mana 5-masala shartdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Hop, Z teng adenillarni x olaman plus guanin sitozillarni 2y taqsim timillarni x teng bo'ladi 2.2 ga. 2.2 ni x ko'paytirib x dan ayirsam 1.2x teng bo'ladi 2y ga. Bizda 2x plus ya'ni adenin guanin 2x, guanin sitozillar adenin timillar 2x, guanin sitozillar 2y teng bo'ladi z da 800 da. Endi mana bu 2y ni o'rniga 1.2x qo'ysak bo'ladi. Shunda 1.2x ga 2x qo'ysak 3.2x teng bo'ladi 800 ga. X teng bo'ladi 800 ni 3.2 ga bo'lsak 250. 250. Endi 250 ni 2 ga ko'paytirsak 500, 800 dan 500 ayirsak 300. 300 ni 2y ga bo'lsak 150. Demak, Z DNK tarkibidagi guanillar soni 150 ekan, adenillar soni 250 ekan. Xo'p, endi Z DNK tarkibidagi vodorod bog'larini topmaymiz. 800 ta umumiy nukleotidga qo'shamiz 150 ni. Shunda 950 ta bu Z DNK tarkibidagi vodorod bog'lar. Vodorod bog'. Xo'p, endi 34-masala shart. Uchala DNKdagi vodorod bog'lar sonini aniqlang. Xo'p. Endi demak 33-savolga javob bo'ldi. Guanillar soni so'ragan 150, ya'ni 33 ga A. Xo'p, endi 34-masala shartini bu yerdan boshlaymiz. Xo'p, biz Z DNKda vodorod bog'larini topib bo'ldik 950 ekan. Endi keyingi ishimiz Y DNKdagi vodorod bog'lar sonini topamiz. Uning uchun biz 4-masala shartdan foydalanamiz. Ya'ni Y DNK degan timillarni x, guanin sitozillarni 2y bo'lamiz. Adenillar x plus guanillar y teng bo'ladi 1.75 ga. 1.75 ga x ko'paytirib x dan ayirsak 0.75 x teng 1.75 y ga ko'paytirib 2y dan ayirsak 0.25 y ga. Xo'p, endi 2x plus 2y imiz Y DNK tarkibidagi nukleotidlar soni 400 ta edi. 400. Xo'p, endi Y ni 2y ga tenglashtiramiz. 2 ni 0.75 ko'paytirib 0.25 ga bo'lsak 6 bo'ladi. 6x bo'ladi. Shunda 2y o'rniga 6x qo'shishimiz kerak. 2x plus 6x teng 400. X teng 400 ni 2x ga 6x 8x bo'ladi. Yozish shartimiz o'chiramiz. 408x ga bo'lsak 50 ta. Demak, Y DNK tarkibidagi adenillar soni 50 tani tashkil etadi. Endi biz Y ni topishimiz kerak, ya'ni guanillar soni. Xo'p, endi
Adinilla 50 idi. Timilla ham 50 idi. 400 dan yoki 50 ni 2x ko'paytirsak 100, 400 dan 100 ayirsak 300, 300 ni 2y ga bo'lsak 150. 150 ta bu guanilda son. Endi Y denka tarkibida 400 ta nukleotid bor edi. 400 ga 150 ta guanilda soni qo'ysak, vodorod bog'lar kelib chiqadi, ya'ni 550 ta vodorod bog' bor ekan. Xo'p, endi X denka tarkibidagi vodorod bog'larni topamiz. Uning uchun biz 3-dan foydalanamiz. Xo'p, 3-shartda aytganki, timillar hamda sitozillarni adenillaga bo'lsak 1,5 bo'lish kerak ekan. 1,5 x ko'paytirsak 1,5 x, x dan ayirsak 0,5 x teng bo'ladi. Y ga 2y teng bo'ladi bitta x ga. Xo'p, endi 2x plus hop 2y o'rniga 1x qo'shishimiz kerak. X teng, x DNK tarkibida 600 ta nukleotid bor, 600. 2x x 3x teng 600. X teng 600 ni 3 ga bo'lsak 200. Xo'p, endi 200 ni 2 ga ko'paytirsak 400, 600 dan 400 ni ayirsak 200 bo'ladi. 200 2 ga bo'lsak y kelib chiqadi, 100 bo'ladi. Demak, X DNK tarkibida 100 ta guanin bor ekan. Endi guaninlar sonini 100 va 600 ga qo'shsak 700 ta bu X DNK tarkibi vodorod bog'lar. Endi umumiy vodorod bog'lar 700 ta plus 950 ta bu Z DNKda plus 550 ta bu Y DNKda. Shuni hammasini qo'shib qo'ysak 950 taga qo'shamiz 750 tani, bunga qo'shamiz 700. Xato hisobladik. 950 plus 550 plus 700. 2000. 2200. Bu 3 DNKdagi vodorod bog'lar soni kelib chiqdi. Shunda 2200 F degan 34 ga F. Xo'p, 35-savolda shu yerga sig'dirishga harakat qilamiz. X DNKdagi adenin timillar orasidagi vodorod bog'lar soni X DNKda 200 ta adenin timillar soni 200 ta, 202 ga ko'paytirsak 400 ta bo'ladi. Shu orasidagi vodorod bog'larning ham soni Y DNKning 75% dan sintezlangan oqsildagi peptid bog'lar soni nechtaga ko'p deyapti. Demak, Y DNKda umumiy nukleotidlar soni 400 deydi. 400 ni 0,75 ga ko'paytirishimiz kerak. 400 ko'paygan 0,75. 300 ta nukleotid. 300 ta nukleotidni DNK, RNK hamda aminokislota deydigan bo'lsak 6x 3x hamda x ga teng bo'ladi. Ya'ni bitta aminokislota hosil bo'lsa, RNK tarkibida 3 ta nukleotid kerak. Bu 3 ta nukleotid 2 zanjirli DNKdan hosil bo'lgan. Endi 306 ga bo'lamiz, 50 bo'ladi. Endi 50 ta aminokislota orasida 49 ta peptid bog' bo'ladi. Endi 400 dan 49 ni ayiradigan bo'lsak 306 bo'ldik 50, bundan 1 ayirdik 49, bundan endi 400 dan 49 ayirsak 351 bo'ladi. Demak, 35-masala shartiga javob D bo'lar ekan. 36-savol tahlili. Noma'lum o'simliklarning yozmaymiz 36. Xo'p, noma'lum o'simliklarning, demak, ikkita o'simlik bor ekan. Tuxum hujayrasidagi jinsiy xromosomalar soni somatik hujayrada 2n holat bo'ladi. Tuxum hujayra gaploid holatda undagi jinsiy xromosomalari bitta bo'ladi. Xo'p, endi ikkita o'simlik bor ekan. X o'simlik deb olamiz, Y o'simlik deb olamiz. Xo'p, xromosom nisbatan foiz farqi. Demak, bularning ayirmasi 2,143 ga teng. 2,143 bu foizda ulushga o'tib qo'yamiz. 100 ga bo'lsak 0,0243 bo'ladi. 0,0243 ga teng bo'ladi. Endi yozamiz. 1 taqsim bu tuxum hujayra jinsiy xromosomalar 2x. 2x bu somatik hujayradagi xromosomalar soni. Shuni ayiramiz. Ikkinchi o'simlik 2y teng bo'ladi 0,0243 ga. Endi yig'indisi esa shularning qo'shilishi endi. 1 taqsim 2x plus yig'indisi 2y teng bo'ladi. Bu ham foizda ekan. 12,143 ga bo'lsak 0,1243 bo'ladi. Xo'p, endi shu sistemani ishlaymiz. Plus qo'rsak, xo'p, 1 taqsim 2x minus 1 taqsim 2y plus 1 taqsim 2x plus 1 taqsim 2y teng. Xo'p, 0,0143 plus 0,12143 ga. Xo'p, 0,1
0,143 deb yozsak bo'laveradi. Bunda minus 1 taqsim 2 bilan hop plus 1 taqsim 2 y qisqarib ketadi. Bizda qoladi 1 taqsim 2x plus 1 taqsim 2x. Ikkilasini qo'ysak 2 taqsim 2x ga. Bunda yana 2 ni qisqartirsak 1 taqsim x teng 0,143. Shunda 0,143x ko'paytirsa 0,143x bo'ladi. X teng bo'ladi 1 ga. Endi 1 ni 0,143 ga bo'lamiz. 0,143 7 ekan. Demak, x'imiz tarkibida 7 ta xromosomi bor ekan. Bu gaploid to'plamida. Xo'p, endi y ni topadigan bo'lsak, y 2x o'rniga 7 ni qo'yaman. 1 taqsim 2 ni 7 ga ko'paytirsak 14 plus 1 taqsim 2y teng bo'ladi 0,143 ga. Xo'p, endi 1 ni 14 ga bo'lsak 0,07. Endi bundan ayiramiz. 0,143 0,05 ekan. Xo'p, endi 0,05 hop 0,05 teng bo'ladi 1 taqsim 2y ga. Shunda 1 teng 2y 0,05 ko'paytirsak hop 0,1y bo'ladi. Endi 1 ni 0,1 ga bo'lsak y teng bo'ladi 10 ga. Shunda demak, endi y'imiz 10 chiqdi. Ammo sizlar shartida xromosomalar soni kam bo'lgan o'simlikning endospermidagi avtosom xromosomalar soni nechta? O'zi gaploid holatda 7 tadan bittasi jinsiy xromosoma, qolgan 6 tasi avtosom xromosom. Endi endosperm triploid holatda bo'ladi, 3 holatda 3 ni 6 ga ko'paytirsak 18 bo'ladi. Demak, A masala shartida javob 18 bo'lar ekan. B masala shartida xromosomalar soni ko'p bo'lgan ikkinchi o'simlik. O'simlikning tarkibi barcha og'izchalari ikkita loviyasimon hujayradan tashkil topgan. Endi buni ko'paytiramiz. Ikkinimizda xromosomalar soni 20 ta edi. 20 ga ko'paytirsak 40 ta bo'ladi. Demak, B masala shartida javob 40 ta xromosomadan tashkil topar ekan. 37-savol tahlili. Shirimiya hujayrasida noma'lum miqdorda glyukoza parchalangandan keyin sarflanmay qolgan ADF o'sha glyukozani sintezlashda ishtirok etgan ATFdan. Xo'p, endi shu jumlani yozib olamiz. 1 mol glyukoza hosil bo'lish uchun C6H12O6 hosil bo'lish uchun 8 mol ATF sarflanadi. Endi shu ATFdan ADF 2 marta kam ekan. Demak, hop, buni x, buni 2x deb yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Xo'p, endi va mitoxondriyada hosil bo'lgan suv miqdoriga teng ekan. Endi mana shu ADF mitoxondriyada 42 mol suv hosil bo'ladi, 42H shunga teng bo'lar ekan. Xo'p, endi fotosintezning yorug'lik bosqichida hosil bo'lgan 336 mol NADF H ning yarmi qorong'ulik bosqichda ishtirok etgan bo'lsa, qolgan yarmi esa yorug'lik bosqichi hisoblanadi. 336 ni bo'lamiz 2 ga. 168 mol NADF H yorug'likda ishtirok etadi. Bizda 24 ta NADF H ketadi 1 mol glyukoza uchun. Endi bizda 168 uchun qancha ATF, qancha glyukoza borligini topib olishimiz mumkin. 168 ni bo'lamiz 24 ga. Jami 7 mol glyukoza bo'lgan ekan. Endi 168 ni ko'paytiraman 18 ga bo'laman 24 ga. 126 mol ATF sarflangan 7 mol glyukoza hosil bo'lishi. Endi shu ATFdan 2 marta kam ADF bo'lgan. 126 ni 2 ga bo'lsak 63 bo'ladi. Endi mitoxondriya, ya'ni 1 mol glyukoza aerob sharoitda parchalansa 42 ta suv hosil bo'lishini bilamiz. 63 tasidan qancha deydigan bo'lsak, to'liq parchalanganini topib olamiz. 63 bo'laman 42 ga 1,5 mol ekan. Demak, 1,5 mol aerob sharoitda, qolgan 5,5 mol esa anaerob sharoitda parchalangan bo'ladi. Jami 7 mol glyukoza. A. Desimilyasiyadan oldingi ADF miqdorini aniqlang. Xo'p, endi bizda 1,5 mol to'liq ko'paytiraman. Aerob anaerob yig'indisi 38 ta ADF sarflanadi. Endi bunga qo'shamiz 5,5 mol anaerob o'zi, ya'ni anaerobda 2 mol ADF sarflanadi. Plus va 63 ta sarflanmay qo'yadi. Bizda jamiki hammasini so'raganmiz chunki. Hop, shunda 1,5 ni ko'paytiramiz 38 ga, 57 bo'lar ekan. 5,5 ni 2 ga ko'paytirsak 11 bo'ladi. Bunga qo'shamiz 11 ni, bunga qo'shamiz 63. Demak, hamma ADFlar soni desimilyasiyadan oldingi 131 bo'lgan. Hammasini shartda javob 131 ekan. Xo'p, endi bilsa
anaerob sharoitda hosil bo'lgan ATF necha mol deyapti. Xo'p, anaerob 7 mol ko'paytiraman 2 ga, bunga qo'shaman 126 ni, ya'ni fotosintez yorug'lik bosqichida 126 deydi. U ham anaerobga olamiz. 14 ga 126 ni qo'shadigan bo'lsam 140 bo'ladi. Demak, B masala shartiga javob 140 bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi aytyaptiki, S glyukoza parchalashdan hosil bo'lgan issiqlik energiyasini aniqlang deyapti. 1,5 mol to'liq edi. 1,5 ni ko'paytiraman. To'liqda 1280 kilojol issiqlik energiyasi, bunga qo'shamiz. Xo'p, endi 5,5 mol chala ko'paygan 120 edi issiqlik energiyasi. Xo'p, 1,5 ni ko'paytiramiz 1280 ga 1920 bo'ladi. 1920, 5,5 ko'paygan 120, bunga qo'shamiz 1920. 2580 bu issiqlik energiyasi hisoblanadi. Demak, S'ga 2580. Hop, D masala sharti. Sitoplazmada hosil bo'lgan ATF orqali qancha glyukoza sintezlash mumkin deyapti. Hop, endi sitoplazmada bizda 7 mol edi. 7 ni 2 ga ko'paytirsak, ATFlar soni kelib chiqadi 14 ta. O 8 ta ATFdan 1 mol glyukoza hosil bo'ladi. 14 tasidan qancha qilamiz? Hop, 14 bo'lingan 18. 0,778. Endi miqdorini so'ragan, massasini shuni ko'paytiramiz 180 ga. Ya'ni 140 gram bo'lar ekan. D masala shartiga javob 140. Endi E masala sharti. Dissimilyatsiya jarayonida hosil bo'lgan suv assimilyatsiya jarayonida qancha glyukoza sintezi uchun yetarli deyapti. Bizda 6 molekula suvdan 180 gram glyukoza hosil bo'ladi. 6 molekula suvdan. Xo'p, endi bizda umumiy suvlar soni 63 ta. Mana bu yerda 63 ta suv bor. Hamda 7 mol glyukozadan 14 mol suv hosil bo'ladi. 14 ga 63 qo'ysak 77 bo'ladi. Proporsiya qilib qo'yamiz. Hop, 77 ko'paygan 180 bo'lingan 6. 2310 gram bo'lar ekan. 2310. E masala shartiga javob 2310. Hop. Shu genetikli organizm o'zaro chechishtirilganda 2 va 4 genlar oral xarakterga ega. 5-6 genlar to'liq birikkan holatda siylanadi. Otada ham onada ham dominant genlar bir xromosomada joylashgan bo'lsa. Xo'p, endi bunda mana bu genlar avtosomada joylashtirib olamiz. Holatda, hop, katta F, kichkina F, katta G, kichkina G holatda ekan. Xo'p, endi shular o'zaro chechishtirilgan. G kichkina E. Hop. Katta F, kichkina F, katta G, kichkina G. Endi bularni o'zaro chechishtirish uchun matematik usuldan foydalanamiz. Ya'ni har birini, ya'ni A larni A ga, B larni B ga o'zaro chechishtirib chiqamiz. Chechishtirsak, katta heterozigota holatdan 2 ta chiqadi. Monodroga hamma bilish kerak. Xo'p, endi bunda fenotipik sinflar soni fenotipik, ya'ni misol uchun katta A bo'lsa no'xatda sariq bo'lardi. Hop, sariq no'xat 3 ta sariq no'xat chiqadi. Fenotipik sinflar soni degani uchun sariq no'xat hamda yashil no'xat, sariq va yashil no'xat chiqadi. Hop, endi bunda fenotipik sinflar soni 2 ta bo'ladi. Genotipik sinflar soni katta A, ya'ni gamma-zigota dominant holat bitta bor, heterozigota bitta, resessiv gomozigota bitta. 3 ta genotipik sinf bo'ladi. Demak, fenotipik sinflar soni 2 ta, bitta sariq, bitta yashil. Genotipik sinflar soni 3 ta. Endi B genlarni o'zaro chechishtiradigan bo'lsak, xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni mana faqatgina masala shartida 2-4 genlar oraliq xarakterga ega. Bizda ya'ni chala dominantlik desak ham bo'ladi. Ya'ni nomoshongul o'simligida gamma-zigota dominant holatda qizil, heterozigota holatda pushti, resessiv holatda oqida. Ya'ni bu yerda fenotipik sinflar soni 3 ta bo'ladi. Genotipik sinflar soni ham 3 ta bo'ladi. Ya'ni katta B bitta, heterozigota bitta,
ressiv gomozigota bitta 3 xil bo'ladi. 3 ta bo'ladi. Xo'p, endi D larni o'zaro chatishtirsak, xuddi A lar bilan bir xil bo'ladi. Yoniga yozib qo'yaraman. Xo'p, ikkitaga genotipik sinflar soni 3 ta. Endi E lar B lar bilan bir xil, ya'ni 4-chiga hisoblanadi. Bu ham oraliq. Fenotipik sinflari 3 ta, genotipik sinflar soni ham. Xo'p, endi mana bu genlarni o'zaro solishtirib ko'rishimiz kerak, ya'ni xo'p, katta F, kichkina F, katta G, kichkina G o'zaro solishtiramiz. Yana shuni o'ziga katta F, kichkina F, katta G, kichkina G. Gamet olamiz. Katta F bilan katta G tushadi. Bu tomondan katta F, katta G, yana katta F, katta G. Endi buni kichkinasi. Kichkina F, kichkina G. Endi buni hop ikkinchisi kichkina F, kichkina G bu tomondan birinchisi dominant yozilardi qoida bo'yicha katta G, kichkina G hamda resessiv holati bu uchinchisi, bu to'rtinchisi. Hop, kichkina F, kichkina F, kichkina G, kichkina G. Demak, 4 ta organizm hosil bo'lar ekan. Endi bunda fenotipik sinflar soni nechtaligini topamiz. 3 ta fenotipik sinflar, ya'ni 3 ta dominant holatda bo'ladi. Bitta resessiv holatda bo'ladi. Ya'ni fenotipik sinflar soni bu yerda 2 xil bo'ladi. Genotipik sinflar soni mana bu holatdan bitta bor, mana bu holatdan bitta, bu holatdan bitta. Ikkalasi o'xshash bo'lgani uchun bitta olamiz. Shunda hop 3 xil bo'ladi. Demak, fenotipik 2 ta, genotipik 3 ta bo'ldi. Endi masala shartda genotipik sinflar sonini hop endi yozib chiqamiz. A da genotipik sinflar soni 3 ta, ko'paytiramiz. B da genotipik sinflar soni ham 3 ta. Hop, barchasida 3 tadan genotipik sinflar soni bo'lar ekan. Bunaqadan 5 ta bo'ladi. Hop, 3 kere 3 9, 9 3 ko'paytirsak 27, 27 dan 3 ko'paytirsak 81, 81 3 ko'paytirsak 243 bo'ladi. 243. Endi fenotipik sinflar soni. Hop, A da fenotipik sinflar soni 2 ta, B da 3 ta ekan. Hop, endi D da 2 ta, Y da ham 3 ta, endi oxirisida 2 ta ekan. Hop, 2 kere 3 6, 6 kere 2 12, 12 ni 3 ko'paytirsak 36, 36 dan 2 ko'paytirsak 72 bo'lar ekan. Demak, 38-savolga javob 243 ga. Savol tahlili. Xushbo'y no'xatning qizil guli va chanchisining shakli tik formasi bilan oq guli va chanchisi shakli egilgan formasi o'zaro chatishtirilganda F1 da 150 o'simlik barchasi qizil gullik. Demak, qizil gullik dominant ekan, chanchisi tik ham dominant ekan. Ya'ni mana bu holat chatishtirilgan. F1 da qizil gulli chanchisi tik olingan. Bu F1. Endi F1 da hosil bo'lgan organizm o'zaro chatishtirilganda Xo'p, endi gamet olamiz. Katta B, kichkina B. Va bu tomondan ham katta B, kichkina B chiqadi. Xo'p, 4 ta organizm hosil bo'lar ekan. Mana katta B, bu yerda kichkina A, kichkina B, bu yerda kichkina A, kichkina B va hop buni bundoq qilib turib, asli bu katta B, bu tomonga kichkinasini yozib qo'ysak bo'ldi. Mana 4 ta organizm hosil bo'ldi. Hop, endi F1 da avlod o'zaro solishtirilganda 2400 o'simlik olindi. Bizda 4 ta o'simlik olindi. Hop, 2 3 4 ta. F2 da hosil bo'lgan organizmlar nechtasi genotip jihatdan F1 ga o'xshaydi deyapti. F1 ga genotip jihatdan nechtasi? Faqatgina hop mana bu ikkitasi o'xshar ekan. 4 tadan 2 ta o'xshasa, bizda 2400 tadan 1200 tasi o'xshar ekan. 1200 aniqlash sharti javob bo'ladi. F2 da avlodda nechta o'simlik qizil gulli tikka chanchili shaklga ega. Tikka chanchili shaklga ega uni 3 tasi hisoblanadi. 4 tadan 3 ta deydigan bo'lsak, 2400 tadan qancha bo'ladi? Hop, 2400 ko'paytirsak 7200, 7200 da 4 ga bo'ladigan bo'lsak 1800 bo'ladi. Demak, 1800 bu B masala shartiga javob bo'ladi. Savol tahlili. Hop, uzunlik nisbatlari 1 ga 1,5 bo'lgan ikkita DNK bo'lagi bor ekan. Hop, nisbatlar 1 ga 1,5 nisbatda ekan. Hop, endi hop yozamiz. Birinchi va ikkinchi DNK. Adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin, timin, guanin, sitozin. Hop,
Endi birinchi denkadagi fosfat efir bog'lar soni, ikkinchi denkadagi vodorod bog'lar soni o'zaro 11 ga 19 nisbatda ekan. Demak, ikkinchi denkada vodorod bog'lar soni, vodorod bog'lar 19 bo'lsa, bundagi fosfat efir bog'lar soni 11 ga 19 nisbatda ekan. Xo'p, ikkala denkada guanillar soni esa 82 tani tashkil etadi. Va birinchi denkada jami nukleotlarning 30%, ya'ni 0.3 x adenin, timin ham 0.3 x bo'ladi. Xo'p, endi guanin 0.2 x, sitozin ham 0.2 x tashkil etadi. Xo'p, endi ikkinchi denkadan boshlaymiz. Buni 1.5 x deb olsak, shunda bitta bo'lagi 0.75 x bo'ladi. Adeninlarni y deb olamiz. 0.75 x dan ayiramiz y ni adeninlarni. Shunda bu guanillarga tegishli bo'ladi. Demak, guanillar 0.75 x minus y ekan. Endi shuni 3 ga ko'paytiramiz va y ni 2 ga ko'paytiramiz, chunki adenin tim orasida ikkita vodorod bog' bor. Tepa 2y bo'ladi. Bu 3y minus 0.75 ni 3 ga ko'paytirsak 2.25 x bo'ladi. 3y dan 2y ayirsak y 2.25 x minus y. Bu ikkinchi denkadagi vodorod bog' deb yozib qo'yaylik, adashib ketmaymiz. Endi birinchi denkada fosfat efir bog'lar sonini topish uchun x nukleotidlardan 2 ni ayirishimiz kerak. Xo'p, endi bizda x minus 2 bor, bu 11 ga teng. X minus 2 ni 2.25 x minus y ga tenglashtiramiz. Vodorod bog'larga bu. Endi shuni qarama-qarshi ko'paytiramiz. 19x ko'paytirsak 19x minus 38 teng 11 2.25 ko'paytiramiz. 11 ko'paygan 2.25. 24.75 x minus 11 y bo'ladi. Endi 19 dan ayiramiz 24.75. 5.75 x mana bu yerga yozamiz. 5.75 x minus, hop, bu yerda 11 y, hop, bu tomonga o'tib ketsa plus bo'lib o'tib ketadi. 11 y va 38 ni bu tomonga o'tkazib yuborsak 38 bo'ladi. Hop, 5.75 oltita minusi bor. Hop, endi tenglamani tuzamiz. Bu birinchi tenglamamiz. Hop, endi bizda aytganki, guaninlar soni 82 tani tashkil etadi. Birinchi denkada 0.2 x da guanin bor. 0.2 x va hop, ikkinchi denkada 0.75 x da bor. Qo'shsak, bunga qo'shaveramiz. Bittada 0.75 x minus y bo'ladi. Hop, shunda 0.95 x minus y teng 82. Mana tenglamamiz tayyor. Hop, endi buni past tomondan 11 ga ko'paytirib olsak, hop, 11 ni 0.95 ga ko'paytiramiz. 11 ko'paygan 0.95. 10.45 dan 5.75 ga ayiramiz, minus qilib yuboramiz. 4.7. 4.7 teng 4.7 x teng 11 y ko'paytirsak 11 y ile qisqarib ketadi. 11 82 ga ko'paytiramiz. 11 ko'paygan 82 902. Endi bunga mana plus 902 ga 38 qo'shsak 940 bo'ladi. 940 ni 4.7 ga bo'lishimiz kerak. 940 bo'lingan 4.7. X'imiz 2 ekan. Demak, birinchi DNK tarkibida 2 nukleotid bor ekan. Endi nisbat 1 ga 1.5 edi. 2 1.5 ko'paytirsak 300 bo'ladi. Demak, birinchi DNKda 2 nukleotid bor ekan, ikkinchi DNKda esa 300 ta nukleotid bor ekan. Xo'p, endi masala shartiga qaraymiz. Ikkala DNKdagi jami vodorod bog'lar soni toping deyapti. Endi ikkinchi DNKdagi vodorod bog'lar soni tenglamasi 2.25 x minus y ga teng edi. Xo'p, endi birinchi DNKda esa 2 ta nukleotid bor. 2 ni 0.3 ko'paytiramiz yoki hop, 2 ni 0.2 ga ko'paytirsak 40 bo'ladi. 40 ga 3 ko'paytirsak 120 bo'ladi. Hop, 2 ni 0.3 ko'paytirsak 60, 62 ga ko'paytirsak 120. 120 ga 120 240 bo'ladi. Yo, guaninlar sonini qo'shib qo'yamiz. Umumiy nukleotidlarga yoki adeninlarni hamda guaninlarni alohida topamiz. Shunda birinchi DNKda 240 ta nukleotid bo'ladi. Hop, endi ikkinchi DNK 200 ni 0.75 ga ko'paytirsak
150 bo'ladi. Xo'p, endi y-larni topib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni, xo'p, bu manadagi sistemadan foydalanishimiz kerak. Xo'p, 200 ni 0.95 ga ko'paytirsak, 0.95 ko'paytirsak 190. 190 dan 82 ni ayirsak 108 bo'ladi. Demak, y-imiz 108 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi 200 ni 0.75 ko'paytirsak 150 bo'ladi. Mana bu yerda hisoblayapti 150. 150 dan y-imiz 108 chiqdi. 108 ni ayirsak 42 bo'ladi. 42. Xo'p, endi adinitimi orasidagini topamiz. Adinitimi bu yerda y deb olganmiz. Masalan, shartda dastlab 108 ga ko'paytiramiz. 216 bo'ladi. 216 ga qo'shib qo'yamiz. 42 bu guanillar soni 42 ta chiqdi hozir. 42 ni 3 ga ko'paytirsak 42 ko'paygan 3 126. 216 ga 126 ni qo'shib qo'yamiz. 216 342. Endi ikkala denkada. Birinchi denkada 240 ta, ikkinchisida 342 ta ekan. Qo'shamiz 240 ni. Va nihoyat 582 ta. Bu A masala shartiga javob bo'ladi. Ya'ni ikkala denkadagi vodorod bog'lar soni. Endi B masala shartida birinchi denkadagi sitezillar, birinchi denkadagi sitezin bittada topamiz. 200 ni 0 ga ko'paytirsak 40 bo'ladi. 40 ta sitezin bor. Bo'lamiz. Ikkala denkadagi jami nukleotlar. Mana jami nukleotlar 200 ga 300 500. 500 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak 8% bo'ladi. 4 5 ga bo'lsak 80. 8% bo'ladi-da. Bu ikkita 0 bor. Xo'p. Demak, ikkinchi masala shartiga javob 8% ekan.